Yaponiyaga kelishning eng oson yo'li bu universitet orqali. Sababini sizlarga 1 minut ichida tushuntirib beraman. Yurakcharni bosib qo'yinglar. O'qishga kirganingizda universitet sizni vizangiz uchun sponsorlik qiladi. Migratsiya universitetlarga katta ishonch bildirishadi. Shuning uchun ham muammosiz qisqa muddatda vizangizni olasiz. Juda ham ko'p Yaponiya universitetlari 100% gacha grantlar berishadi. Siz hattoki tekinga o'qishingiz mumkin. Masalan, men 80% lik grant yutib olganman. To'lashim kerak bo'lgan kontraktning 20% Toshkentdagi xalqaro universitetlarning kontraktidan ancha arzon bo'lgan. Bundan tashqari universitetlarda turli xil stipendiyalar bor. Universitetga hujjat topshirishda ham, o'qish davomida ham u stipendiyalarga topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Shaxsan men Yaponiyaga kelishimdan oldin ham stipendiya yutib olganman. Kelganimdan keyin birinchi semestrni bitirganda yana 1 yillik stipendiya yutib olganman. Va aynan stipendiyani yordami bilan men Yaponiyada boshqa imkoniyatlardan ham foydalanib, bu davlatga o'rganishim ancha oson bo'lgan. Bundan tashqari siz universitetga o'qishga kelganingizda siz bilan bir xil semestrda boshqa ko'plab chet ellik talabalar kelishadi. Ular bilan do'stlashib, qiyinchiliklarni birga yengib, yaxshi do'stlar orttirasiz, o'zingizni kamroq yolg'iz his qilasiz. Agar ishga kirib yoki turmushga chiqib Yaponiyaga keladigan bo'lsangiz, siz doim atrofingizdagilardan yordam so'rashingiz, yordam kutishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu ishni universitet qiladigan bo'lsa, kamroq xijolat bo'lasiz deb o'ylayman. Lekin Yaponiyaga til bilmasdan kelganim uchun ham ko'p qiyinchiliklarga uchraganman. Ular haqida bo'lishimni xohlasangiz, kommentariyada fikringizni qoldiring, albatta obuna bo'lib qo'ying.